mashinasiga freon urish jarayonlari ketyapti. Akalarim, ba'zi bir holatlarda men sizlarga katta tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda motorchida freon urishdan oldin обязательно katta davleniya urib olinglar. Masalan, hozir mana shu Cobaltda utechkasi bor. Chunki biz 150 ga to'g'ri qo'yib qo'ydik, uje sekin strelkamiz pastga qarab tushib boryapti. Bu freon urishganlar srazi klient kelsa, freon urib tashlab 3 kundan keyin freon urib bergan, freondan keyin 3 kun muzlatdi, keyin freoning chiqib ketdi deb o'zinglar problema sozdавать deydimi? Shu narsani qilmasdan oldin aka-ukalarning birinchi o'rinda maslahatim katta davleniya urib, utechkasi bormi, yo'qmi tekshirib olib, ana undan keyin freon ursanglar вообще cho'tki bo'ladi. Ikkinchisi, mashina keldi, slabi muzlatyapti deydigan bo'lsa, freon bormi, yo'qmi tekshirasiz. Freon bo'lib turib, slabi muzlatayotgan bo'lsa, mashinaning eshigini ochasizlar, ochib turib, bardachok tagida salon filtr bo'ladi. Salon filtrida ochib tekshiringlar, chunki salon filtri ham musorga to'lib qolgan bo'lsa, havo o'tkazish juda ham qiyin bo'ladi. O'shani hisobiga ham slabilashib qoladi. Sog' bo'ling.